Rossiyada ishlab kelgan yigit jigarini quritib qo'ydi. 20 yoshdan sal kattaroq bo'lgan yigit Rossiyaga ishlashga boryapti. Rossiyaga ishlashga borgandan keyin ma'lum muddat u yerda bir necha yil ishlab O'zbekistonga qaytib kelyapti. O'zbekistonga qaytib kelganda birdaniga ahvoli og'irlashib qolyapti. Rossiyaga ketguncha sog'lom bo'lgan. Bizga murojaat qilib kelyapti. Uni tekshiruvdan ko'rikdan o'tkazsak, bemorda уже allaqachon jigar sirrozi rivojlangan. Jigar sirrozi bu jigarni qurib bujmayib qolishi. Unga sabab bo'lgan gepatit C kasalligi. Gepatit C kasalligi faqat qon orqali yuqadi. Ya'ni u yuqishi mumkin. Kimnidir qonini, ya'ni bemor qonini sog'lom odamga quysa yoki u bemorga ishlatilgan shpris ishlatilsa yoki bemor ishlatgan ustaradan foydalansa, bemor ishlatgan tish cho'tkasidan foydalansa yoki bemorga ishlatilgan masalan sartarosh ustarasi, lez va boshqa shunaqa vositalarni qo'llasa, ayrim holatda masalan jinsiy aloqadan ham yuqadi. Endi u aynan nimadan yuqtirib olganligini o'zi bilmaydi, lekin bemor buni yuqtirib olib, kasallik sekin-asta rivojlanib, bemorda jigarini butunlay qurishiga va sirroz rivojlanishiga olib kelgan. Endi bunaqa holatlarda davolash taktikasi bemor hozir dori-darmonlar bilan davolanib holati yaxshilanib yuribdi, lekin kelganda qornida suv to'planib, hatto ovqat iste'mol qilmaydigan, tinimsiz ko'ngli ayniydigan holatda rivojlanib kelgandi. Hozir ahvoli ancha yaxshilandi, lekin bu kasallik yana ozroq davom etganda, shu bemorga yagona chora jigarini peresadka qilish, ya'ni unga jigar ko'chirib o'tkazish yo'li qolardi faqat. Shuning uchun bugungi kunda ko'p tarqalgan o'sha gepatit B, gepatit C yoki masalan o'sha AIDS, VICH kasalligi bularni yuqtirib olmaslik uchun doimo shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak. Ya'ni kimnidir tarog'idan, tish cho'tkasidan yoki ustarasidan foydalanmaslik kerak yoki o'sha palaparsiz jinsiy hayot bilan shug'ullanish kerak emas. Va shunaqa gigiyena qoidalariga rioya qilinsa, bunaqa kasalliklarni odatda yuqtirib olmaydi. Ayniqsa ayollar o'sha pedikyur, manikyur qilishga borganda, erkaklar sartaroshga borganda ustaralardan foydalanish kerak emas. Doim o'zini shaxsiy ustarasidan foydalanish kerak. Bu yana ko'proq yuqish holatlari sodir bo'ladi, ba'zan o'sha stomatologiya amaliyotlarida yoki ginekologik muolajalarda. Shuning uchun ko'proq bunday holatlarda bir martalik vositalardan foydalaniladi. Bundan tashqari, agarda kim o'zida shu viruslarni aniqlasa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak, chunki qancha erta aniqlansa, bugungi kunda bu kasalliklarning davosi bor, davolab tuzatib yuborish mumkin. Qancha erta aniqlanib, erta davolaniladigan bo'lsa, bemor shuncha oson, tez tuzaladi. Og'ir bosqichlarda yuqorida aytganimdek jigar peresadkasiga majbur bo'lib qolish mumkin. Buni alomatlari eng oddiy holsizlikdan boshlanadi. Odatda bemorlarni boshqa narsa ko'p bezovta qilmaydi, bemorlar nimagadir charchab, holsiz bo'lib qoladi. Endi og'irroq ba'zi holatlarda o'sha sarg'ayish, tanada turli xil toshmalarning paydo bo'lishi, ovqat hazmni qilishni buzilishi, ozish kabilar ham kuzatiladi. Siz ham sartarosh ustaralardan yoki pedikyur, manikyur vositalaridan ham foydalanasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.